Mamlakatimizda yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimi joriy etilayotgani negizida ularning huquq va qonuniy manfaatlarini to'laqonli ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, iqtidorlarini ro'yobga chiqarishlari uchun imkoniyatlar yaratish kabi maqsadlar mujassam. Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida shundan kelib chiqqan holda jamoaga biriktirilgan bir guruh yigit-qizlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlari, kasb-hunar o'rganishlari, jamiyatda faol bo'lishlari yo'lida tizimli tadbirlar amalga oshirilyapti. Viloyatda tashkil etilgan anjumanda yilning o'tgan davrida ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil etildi. Kelajagimiz egalarining iqtidor va iste'dodlarini qo'llab-quvvatlash, ular tashabbuslariga qanot bag'ishlash maqsadida tashkil etilgan profilaktik tadbirlar o'z samarasini berayotgani aytib o'tildi. Yoshlarning taklif va tashabbuslari, kelgusidagi rejalari tinglandi. Har bir inson avvalo o'z yurti taqdiriga befarq bo'lmasdan ona vataniga sadoqat bilan xizmat qilish kerakligi ta'kidlandi. Shu bilan birga zamonaviy qutqaruv texnikalari, ularning imkoniyatlari haqida yig'ilganlarga ma'lumot berildi. Yigit-qizlar bandligini ta'minlash yo'nalishida olib borilayotgan ishlar samarasiga ham batafsil to'xtalib o'tildi.